Mana bitta aylantirdik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Kurmak qilishda sekinroq kursinglar deganlaringiz uchun yana qayta sekin kursga hozir harakat qilaman. Lekin 100 ming odam ko'ribdi o'sha videomizni. Hammanglarga rahmat. Mana bitta aylantirib olasizlar. Chap qo'l bilan o'ng qo'lga e'tibor beringlar. Kurmak qilgan bilan bitta aylantirib olsanglar bo'ldi. Aylanib kelgan baqqa o'tadi. Buni mana bunday ikki qavat qilib bu tomonga tiqasizlar, mana bo'ldi. Hech nima qilmaysizlar, boshqa mana buni tortasizlar. Bo'ldi, tayyor. Yechish ham oson, qotib qolsa bunday tortasizlar. Qayta kursdan 2-3 marta. Mana bag'ini ko'p tashamayman, kamroq tashayman. Bitta aylantirib olasizlar, bo'ldi. Mana. Yaxshilab sekinroq kurs tepdim, bag'ini tortasizlar. Tamom, hech nima qilmay. Bunda katta ho'kizlar ham bog'lansa, mana tortilib qolsa, mana buni iloji boricha bir balo qilib bo'shatib olsanglar, taranglashib bo'lib qolsa, bag'ini tortgan playlar chiqib ketadi. Oxirgi marta yana bir marta ko'rsataman, yaxshilab qaranglar. Mana bitta aylantirdik.